Azizlar, bugungi mavzu mana shu qalbimizni tub-tubidan chiqadigan tavba, istig'for, Allohga tavba qilish haqida suhbatlashamiz. Kulli bani adama xattoun. Dunyoda odam bolasi borki, u xato qiluvchi. Mana shu xato qiladiganlarning yaxshisi deyapti, qarang. Yaxshisi ham bo'lar ekan. O'zi xato bo'lsa, bu qanday yaxshi bo'ladi? Xato qiluvchining ham yaxshisi bo'ladimi? Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni aytibdilar. Odam bolasi borki, u xato qiladi. Ammo mana shu xato qiladiganlarning yaxshisi bu tavba qiladiganlari dedilar. Xato qilamiz, kamchiligimiz bor, lekin buning uchun tavba qilishimiz kerak. Tavba lug'atan olib qaraganda qaytish degan ma'noni beradi azizlar. Tavba deganda o'zi bir narsadan qaytish. Ya'ni banda gunohiga e'tirof qilib, Allohdan uyalib, Allohning azobidan qo'rqib, Alloh tomoniga qaytish azizlar. Ko'pchilik o'ylagandek tavba qildim, astag'firulloh deb qo'yishlikda o'zi tavba bo'lmay qoladi-da. Uning shartlari bor. Chin yurakdan aytilishligi bor, talablari bor. Shunday tavba qilsak, ana o'sha tavbamiz haqiqiy chin tavba bo'ladi. Agarki men hozir hech ham gunohim yo'q degan odam bormi ichimizda? Bir qo'lini ko'tarsin degan savolni bersam, hech qaysimiz ko'tara olmaymiz. Hammamizning gunohimiz bor. Lekin bitta xursandchiligimiz bor ekanki azizlar, Alloh kechirguvchi zot. Allohning mag'firati ulug'. Shuning uchun hech qachon Alloh taolodan noumid bo'lmaslik kerak. La taqnatu min rahmatillahi deydi. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Gunoh qildim, endi bo'ldi, mana hamma yo'g'im tugadi deb bo'lmaydi. Balki tavba eshiklari ochiq ekanligini yodimizda tutishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda bir nechta joyda tavba haqida bizga bayon beradi. 87 joyda tavbaga chaqirgan. Shuning uchun mu'min musulmon o'laroq azizlar, qilgan gunohlarimizni e'tirof qilib, tavba qilib borsak, Alloh taolo bizga juda ham katta va'dalarni beradi. Alloh Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Barchangiz Allohga tavba qiling ey mu'minlar, shoyatki najot topsalaringiz. Mana shu tavbalaringiz tufayli najot topsangiz. Alloh bizni tavba qilishlikka chaqiryapti azizlar. Alloh bandasini hech ham azoblashni xohlamaydi. Nimaiki qilayotgan bo'lsak, nafsimizni shaytonning yo'liga kirib o'zimiz qilyapmiz. Lekin Alloh bandasini hech ham azoblashni xohlamaganligi uchun bizga tavba eshiklarini ochib qo'ygan. Alloh meni duoyimni qabul qilmasa kerak. Men shunchalik darajada gunohkormanki, Alloh meni tavbamni qabul qilmaydi, duoyimni qabul qilmaydi degan odam Alloh azza va jallani rahmatidan noumid bo'lgan. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki azizlar, Alloh shaytonni ham duosini qabul qilgan. Biz bandasimiz. Shaytonning duosini ham qabul qilgan. Qanday qilib deysizmi? Shayton Allohga dushman bo'ldi. Allohning la'natiga uchradi. Dargohidan quvildi. Shunda shayton aytdiki, "Ey Robbi, meni qiyomatgacha o'ldirmasligingni so'rayman" dedi. Bu ham duoda so'rashda. Alloh taolo va'da qildi shaytonga. "Seni qiyomatgacha bo'pti o'ldirmayman" dedi. Shayton nima dedi? "Va izzatika va jalalik." Seni izzating bilan, jalolliging bilan qasam ichaman. Qiyomatgacha endi men bandalaringni yo'ldan ozdiraveraman. Alloh va'dasiga xilof qiladigan zot emas. Shu gapidan keyin ham uni qiyomatgacha o'ldirmaslik va'dasida qoldi. Qasam bilan men qiyomatgacha bandalaringni yo'ldan ozdiraman degan taqdirda ham Alloh taolo uni o'sha va'dasiga muvofiq qiyomatgacha sog' qoldirdi. Lekin Alloh taolo unga qarab, agar seni qoldirganligim uchun bandalarimni yo'ldan ozdirar ekansan, men ularga alamlik azoblar beraman demadi-da. Bu qasam ichgandan keyin Alloh aytdiki, "Va izzati va jalali." Men ham qasam ichaman. Izzatim, jalolligim bilan qasam ichaman. Modomiki bandalarimga g'arg'ara kelguncha tavba qilsa, tavbasini qabul qilaman. Alloh shunday mehribon azizlar, shunday rahimli. Lekin biz bandalar Allohning bu rahmatidan qanchalik darajada foydalanyapmiz? O'sha tavba eshiklari ochiq ekan,
bu tavbamizni qay darajada qilyapmiz? Mana shu narsa biz uchun bugun muhim.